Yaxshilar, yaxshi xabar bilan sizlarning oldilaringga aloqaga chiqyapman. Elchixonamiz o'zini rasmiy sahifasida, ya'ni O'zbekiston Respublikasi elchixonasi o'zini rasmiy sahifasida QR kod ko'rsatish chegarada majburiy emasligini yozib chiqdi, ya'ni ixtiyoriy ekan. 30-iyundan boshlab QR kod ko'rsatmaganlar Rossiya Federatsiyasiga kiritilmaydi degan gap demak yo'q. Vahimasiz, QR kod ololmaganlar, go'susluga ocholmaganlar, RUIDni tushunmaganlar qo'rqmasdan kelishlari mumkin. QR kod ko'rsatish shart emas, majburiy emas, balki ixtiyoriy ekan. Shunaqa yaxshi xabarlar bilan Telegram kanalimni aynan shu xabarini yoki boshqa xabarlarini yaqinlarga jo'natib qo'ying. Foydalanuvchilarimiz, yaxshi xabarlarni o'qiydiganlar ko'paysin. Yaxshi yangilik gruppalarga tarqatamiz. Yana обязательно emas ekan, xudo xolasa. Granitsadan o'tish odamlarga voqea bo'lib ketadi. Shu evvelgi bo'ladi endi bu. Hech qo'rqish bo'lmaydi. Обязательно emas qilib, ixtiyoriy, majburiy emas ko'rsatish QR kod. Tamoyishdan o'tish ixtiyoriy, majburiy emas. QR kod ko'rsatish. Shu evvelgi bo'ladi. Chetib kirib chiqib yurgan bo'lsak, shunday bo'ladi xudo xolasa.